narxi zo'r bo'lsin, Xitoydan kirib kelsin, yana oyog'iga kiyganda yumshoqqina bo'lsin deganmi deylar. Shunaqasidan olib kirib qo'ydik-ku, yana brendini qaranglar, Xinfuda brendidan neobichniy kirgan makasimalarimizni 49 mingga berib yuborsam, olib ketmaysizlarmi? Olib ketaverasizlar deb rasvetkani har xilidan olib kirdik-da, bundoq qilib g'ijimlasam ham hech narsa qilmaydiganidan olib kirib qo'ydik. Oyog'ida shunaqa zo'r turib yoradi, mazza qilib yumshoqqina kiyib ketaversanglar ham bo'ladi. Rosa ko'p rasvetkada 49 ming so'mdan qo'yib qo'yganmiz. Razmerlari 36 dan 40 gacha. Mazza qilib kiyaverasizlar o'rtoqlar, mana rasvetkalar. Zo'r. Rasvetkalarni ko'rsanglar bo'ladi. Bugun gapirmaslik anaqasini tutganlar, ro'zasini tutganlar. Mana ko'rasizlar, 49 ming so'mga har xil oyoq kiyimlarimiz, makasimalarimiz va ichlari shunaqa artipitsetskiyda, mana ko'rasizlarmi? Yumshoqqina, ayniqsa yozga, bahorga kiyib yorishlik-ku, bularning hammasi umralarga ham olib ketsanglar bo'ladi-da. Bularni 49 ming so'mdan shoshilinglar, tez kelib olib ketaverasizlar. Ha aytgancha bu skitkamiz 12 ta viloyatga ham amal qiladi. Dastlabki xizmatlarimiz mavjud o'rtoqlar. Hamma filiallarimizda bor.